Shoshilinch xabar: Toshkentda ko'p qavatli binoda yong'in chiqdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. 14-yanvarga o'tar kechasi Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan ko'p qavatli uylarning birida yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda poytaxt Favqulodda vazirlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, soat 23:59 da tumanning Niyoziy ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uydagi xonadonlarning birida yong'in sodir bo'lgan. To'g'risida FBBga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra, yong'in qutqaruv ekipaji soat 12:04 da voqea joyiga yetib borgan va soat 12:37 da yong'in o'chirilgan. Yong'in oqibatida tan jarohat olganlar yo'q. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent shahrining Shayxontohur tumanidagi Toshkent City hududida yong'in sodir bo'lgani haqida xabar berilgandi.